Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun 22-mart sanasida biz Farg'ona moshina bozoriga kelib oldik. Bittadan like bilan podpiskani bosib tursalaring. Iloji boricha Cobalt'larni ko'proq qo'yamiz, lekin akalarimiz iltimosiga binoan Nexia 3, misol mana Tracker 1, Lacetti alashib ketadi, xafa bo'lmaysizlar. Yangilikdan hamma xabardor bo'lsa kerak. 1-apreldan mashinalar 2015 dan tevasi через bank orqali o'tiriladi o'rtoqlar. O'shaning hisobini qo'yib ma'mul qilasizlar. Biz boshlaylik. Ukamiz 3 ta mashina bor ekan, o'zlari ma'lumot beraveradi. Vaqtlaring davomiyman. 2019. Nega gapirasiz? Trekkerimiz 2019, bunimiz 2009. 2009 Lacetti, ha? 20% kraskasi bor Lacettimiz. Motor, korobka, hadovoylari zo'r. Garantiya beramiz. To'rtta baloni yangi. Yurgani 300 ming. Narxi necha pul? Narxini buni 5200 ga beraveramiz obunachilaringizga. Gap yo'q. Tracker birimiz qanaqa aka? Trekker birimiz 2019 yili. To'rtta baloni yangi, propellari bor, motorlari yaxshi, korobkalari zo'r. Lidallari ishlaydi. Chexollar, polilar tashlab qo'ygan. Sizda barter ham bor-a? Barter ham bor. O'rtoqlar, kimga Tracker bir kerak bo'lsa, aynan qorasidan shunaqa olaman degan akalarga bitta Telegram gruppasiga tashab qo'yasizlar. Hisobi chiqsa, olib beraveradi. Xullas, $1200 dan tushib berasiz. 9.5 larga bo'lmaydi. Endi obunachilar nomidan so'rab qo'yibman. Gap yo'q ana. Nimada yuradi bu? Propan benzin. Buni petnos bor xolosmi? O'rtalar, bu Lacetti'mizning motori qanaqa? 1.8 motor. Ishlar yaxshimi? Mashinada ko'rik chexol bor ekan. Holati yaxshi, mana turlargacha bor. Buni narxini qanchaga berasiz buni qora Lacetti'ni? Buni oxirini aytaymi? 51 ga berib 51 ga berasiz. Damazga ham barter bo'laveradi. Zaporoj bo'lmasa bo'ldi barter. Cobalt tili qanaqa? Ikkalasi xolosmi? Sizda? Hammamiz bor. Gap yo'q. Do'stlar, kimga ma'qul kelgan bo'lsa nomerini qoldiramiz. Ma'lumot to'g'risida ayting nomeringizni. 91lik 202 33 90. Shu raqamlarga aloqaga chiqaring o'rtoqlar. 2019-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3imiz ko'ringlar o'rtoqlar. Ikkinchi paysa aka bu, xudo xolasa. 111 ming halol yurgan. Kraskasi toza. Shaharda mashinasi. Shaharda mashinasi. Aka nima yuradi mashina? Gaz, benzin. Gaz benzin yuradi. Narxini qancha qilib beramiz endi obunachilarga? 7400 ozgina kelishadigan joyi bor. Gap yo'q. Telefon qilishaversin. O'rtoqlar, hujjatlar bo'ladi. Kimga xuddi shunaqasidan kerak bo'lsa, kraskasi toza. Aka generali chiqadi. Shaharga yaxshi insonga bo'lsa, Yaxshi inson bo'lsa, gapiga atvet qilsa, chiqadi. ishtiroblar to'la yursa, Chiqadi. chiqadi do'stlar. O'rtoqlar, mana mashinani holatini ko'ringlar. Agar akam Mexanika variantidan. o'rtoqlar, men mexanikani tavsiya qilaman. Sababi korobka navoda ish ochib qolsa, navoda ochmasin-u, avtomatlarda-da deyarli motorga rasxoti yaqinlashib qoladi. O'shani hisobini qilib, mexanikani ko'proq olaman. Sababi Hamma yo'g'i bor, 3 diskalari bor mana. aka oldini ko'tarib yuboring-chi aka. Bundachilaringizga yaxshi kelishib beramiz. Yurgani halol aka, xudo xolasa. ham bor. Mana motor holatlari. Barter qaysi mashinaga bor aka sizda? Barter Chevrolet hamma mashinaga bor. Malibu, Tracker. Обязательно ABS konditsionerlari bor. Holatlari yaxshi mana. Motorlarni ham ko'ryapsizlar. Klabini ham qilinmagan ekan aka, deshmasam. Yaxshi Gap holatlar. yo'q. Telefon nomeringizni ayting aka. 77lik. 77lik 327 87 27 Farhodjon telefon qilaverasizlar. Kelishtirib beramiz narxlarini. Akamizda shunaqa xizmatlar borki, mashina oldi sotish bilan shug'ullanishadi. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, naqd pulga olaverasiz aka. Olaveramiz Shu raqamlarga aka. aloqaga chiqarsin. Xo'p. Gentra ishqibozlariga 2023-yil ishlab chiqarilgan ataga 4000 yurganda o'rtoqlar. Sveti ham juda chiroyli ekan. Dakman blue ekan, lekin boshqacha svetlar ham alashib qolgan ekan ozgina. Mana o'rtoqlar, lukli variantlaridan avtomat korobka ataga 4000 yurgan mashina. Endi Gentra'ning o'zining muxlislari bor, Cobalt o'zining muxlislari bor. Cobalt oladigan odam baribir Gentra olishmaydi. Holatini ko'ringlar, ataga 4000 yurgan mashina. Monitorlari bor ekan, holatlari yaxshi, обязательно luki bor. Aka, bu benzin yuradimi? Benzin yuradi. Bu 4000 yurgan mashinani $13700 dan narxini akamiz tushib berishadi. Dakmitda muammo bo'lmaydi, bog'lasa. Yurgani lekin zo'r ekan. Ataga 4000 yurgan o'rtoqlar. Nima deysizlar? Mashinani ko'ringlar-chi, maza qilmaysizlar-da. Aka, pakalini ekan nimasi ham? Pakalini. Propan ham aytami? Propanlari bor. Holatlari yaxshi. Xullas $13000 ga akamiz berishmadi. 13700 kam bor deyapti. Barter bor. Aka, variant qanaqa? Bank beramiz. Endi bank va shu variantga misol
8000 yoki 10000 pul boriga shu to'raga turib beraverasizmi? Ko'p emas. Generalda chiqadi. Chiqadi. Gap yo'q. Telefon nomeri ayting. 99lik 99lik 971 971 1200. 1200 raqamlariga 2023 ataga 4000 yurgan avtomat korobka 4-paysa o'rtoqlar. Maza qilmaysizlar. 2025-yil ishlab chiqarilgan Midnight 4-paysa qora diskidan bo'ladi. Yurgani 48000. Ataga 48000 probeg, pakalina propellari bor. Mashinamiz kraskasi top toza, narxi 12000 dollardan narxi tushib beriladi o'rtoqlar. Mana rektovkalari miyatinalami yo'q ekan, xudo xolasa mana. Neri tarafdan? 48000 yurgan, o'zlaring kelishib olasizlar. Bir marta akamiz aytish bo'yicha kun generalni qilib beraman deyapti. Mana. Balonlari 4 ta yumshoq balon yangi qo'yilgan mana. Shuni ham hisobini qo'yinglar. Yangi mashinalarda oddiy balon ham narxini belgilab qo'yadi. Narxi o'zgarib qoladi. Shuni ham hisobini qilasizlar o'rtoqlar. Xo'sh, qanotida aka bu yerda ko'rinmayapti, yo, neri tarafdan? Ha, mana shu yerda ozgina kichkinachani o'rtoqlar. Kichkinacha miyatinachasi bor ekan. Akamiz nomerini qoldiraman. Narxini kelishtirib beradi. Telefon nomeri aka. 90lik 534 534 13 13 85. 85 raqamlariga o'rtoqlar aloqaga chiqarasizlar. Do'stlar, arzonroq Cobalt chiqdi dehqondan. 2013-yil ishlab chiqarilgan birinchi paysa yurgani 197 ming aka. 192 ming probegda. Yurgani ham ko'p bo'lsa ekan. Kraskasi qayerlarda? Oldi qanotda kimetda bor, xolos ekan. Qolgan joyda yo'qmi? Qolgan joyi toza ekan. O'rtoqlar, balon ham yangi ekan. Birinchi paysada bilasizlar, ABS konditsioner bo'lmaydi. Lekin narxini yaxshi etishyapti. 5,5 mingga bermaganman deyapti. Mo'ljali akamda 6000. Endi kelish oldirasizlar o'zlaring. 1 yilga generalni chiqadi. O'zi generalda ekan aka, quvoni mashinasi. Mashinamizda polik shixollari bo'lgan. Agar sotilib ketmasa, shuni tavsiya qilaman, lekin mashina bekir ekan o'rtoqlar, nima deysizlar? Spark bosib olgan yaxshimi yo shuni olgan yaxshimi? Mana. Lekin Cobalt baribir Cobaltda. Aka, metan yuradimi propandan? Aka, shu obunachilarga shu yo'lda qilib berasiz, nechta qilib beramiz aka? Kelishtirib bering shu. 5,5 ga bermaysiz, 5600 ga berasizmi? 5600 larga shuni aytaman olib ketishadi. Naqd pul berib ketishadi aka. Kraskasi mashinadan boshqa joyda yo'q ekan. Yo'q, boshqa joyda. Men uncha mashinani qo'yvermayman. Faqat narxi tushganini qo'yaman. Sababi obunachilarim vaqt bekor ketmasin. Menga ishonishib endi ko'rishyapti, olishyapti aka. Quvonib mashinasi ekan, dehqonchilik ekan sizga. Kelishtirib berasiz aka, xudo xolasa. Ayting nimangiz? 77lik 457 88 87. Aka, endi dehqondan so'ramasak bo'lmaydi. Nasiya yo'q, barter ham yo'q, faqat shatrga sotiladi. Gap yo'q. Lasetti ishqibozlariga 2010-yil ishlab chiqarilgan 370 ming yurgan. 20-25% kraskasi bor aka. Avtomat korobka. Motori qaysidan? 1.8 motor. Torch ko'rsatavering-chi. Mashina aka diskada, holatlari yaxshi. Motorlarda moy yemaydi, xudo xolasa. Choklari yaxshi. Konditsionerlari bor. Mana. Lasettining muxlislari bor ekanlar. Ko'rib ko'rsatman, ana lukli variantlaridan ekan. Avtomat korobka. Akamiz narxini 6000 emas, 5700 dollardan narxini tushib berishadi. Mana o'rtoqlar. To'g'risini aytib qo'raman, Lasetti bilan Gentra'ning ishqibozlari Cobalt minishmaydi. O'sha akalarga bitta jo'natib qo'yasizlar. Telefon nomeri 91lik 662 4948 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. 16 ga 17 215 ming probegda. Mana o'rtoqlar. Narxini akamiz aytishi bo'yicha 8000 dollardan narxini tushib berar ekan. 20% kraskasi bor. Aka, orqa oldi butunmi? Butun orqa oldi. Orqalar butun, ha? Mana holatini ko'ringlar o'rtoqlar. Mashinamizda polik ustidan ko'rgan tashlabdi, chixollari bor, richaylar qo'yilgan, holatlari yaxshi turibdi. Metalmi bu? Metallari bor. O'rtoqlar, vaqtimiz yetmaydi, sababi bitta mashinani 1,5 minutda chiqarib olishimiz kerak. Generali chiqadi aka bu? Generali chiqadi. Motorlarda muammo yo'q. ABS konditsionerlar bor. Buni nechi tushdi? 19 avtomat. 19 avtomat. Qancha yurgan? 150 ming yurgan. 150 ming yurgan. Narxi nechi pul?
Hop 7400 dan tushib beraman. 7400 dan tushib berasiz. Bu Gentra. Hop bu 13 Gentra. 2013 mi? Narxi qizda. Rossiya Gentra qilingan. 5,5 ming tushib berasiz. Obunachilar nomidan so'rasam bo'laverami? 4800 ga berasizmi? Necha pulga berasiz? 5 tancha oshiqga beraman. 5 tancha oshiqsa. O'rtalar nima deysizlar? 5 tan necha oshiqsalar beraman deyapti. Qilingan ekan. Shu uchala mashinaga mana qaranglar. Lacetti Gentra qilinganiga, Nexus avtomatga, bu mexanik ikkinchi paysaga bitta nomer qoldiramiz. Ayting nomeringizni. 93lik 93lik 373 373 0844. 0844 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. O'rtalar akamiz ma'lumot berishiradi 10x bilan mana Tracker. Aka 10x ma'lumotda. 2025 Aha. 20 ming yurgan gazlari bor, toza kraskalari. Paysasi Paysasi 4-chi paysa. 4-chi. Necha pul ekan? 13,5 mingdan tushib beradi. 13500 dollardan narxini tushib berishadi. Tracker aka. 24. Aha. 32 ming yurgan kraskalar toza buni ham, gaz pas hamma yo'g'i bor, 14800 dan tushib. Barterlar bo'laverami aka? Barterlar bo'ladi, o'zimizda Devon mashina. Gap yo'q. Telefon nomeri. 91lik 113 3350 bor. O'rtoqlar kimga xuddi shunaqasi kerak bo'lsa, akamizga aloqaga chiqinglar. Narxini sizlarga kelishtirib beradi. Aka kraska toza, xudo xolasa. Kraska toza mana. Yili zo'r ekanda buni. Yillari yaxshi ekan mashinani mana, ko'ringlar holatlarini. Xo'lasang buni bosib o'ringlar mana. Endi aralashtirib chiqarishimizga majburmiz, sababi vaqtimiz yetmaydi. Hamma mashinani alohida qo'yishga. Mana. Do'stlar, biz davom etamiz. Aloqaga chiqarasizlar. 2018-yil ishlab chiqarilgan, 178 ming yurgan. Bitta eshikda kraskasi bor xolos, aka. Ikkinchi paysa. Ha, birinchi paysami? Shunga bo'lganmi aka? Shunga bo'lgan. 4-pakalini nimasi bor? Metallari bor, gap yo'q. Uka, narxini eshitganmi? Narxini eshitdikchi? 7300 kami bor. Bitta kelishtiring uni narxini. Kelishamiz aka. Necha pul? 6,5 ga bosiraveramizmi? Yo'q, aka 6,5 gacha mashina qurishga bermadim. Ha, foydalangani, to'g'ri topgani taxminan. O'zimniki dehqonda gen bo'laveradi aka. U dehqonchilikmi? Ha, o'zim dehqon. Qayerda mashinasi? Oltiariqda aka. Oltiariq Oltiariqda ekan, o'zimizga yaqin joydan ekan. Faqat dehqondan olaman degan akalarga bitta jo'natib qo'yasizlar, 6500 dollarga foydalangan berishmayapti, qo'shilsa beriladi. Telefon nomeri. 91 117 90 99. Raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. O'rtoqlar, kimga qora jentralar kerak bo'lsa, ukamiz ma'lumot beradi. Uchala haqida, uchalasi 3 ta aka. Kimga ma'qul qilsa, qaysi biri narxi tushsa olib ketaverasizlar. Barter bor, nasiya ozgina bor, biror oylarga. Bo'ldi, keyin yamsa. Xo'sh, birinchimizni ma'lumotini berib o'ring. Xo'p, bunimizni yili 2023 35 ming yurgan, gaz pas hamma yo'g'i bor. Buni 12800 dan tushib beramiz. Kraska toza. Toza. 35 ming halol yurgan o'rtoqlar. Tonirovkaga ruxsatlari bor. Обязательно sakadiskada balonlari yumshar ekan. Lekin baribir jentrada. Endi buni narxi unaqa o'zgarmagani sababi bu mashinalar to'xtagan endi. Ishlab chiqarish to'xtagan. O'shaning uchun jentraning narxi unaqa tushib ketavermaydi. Sababi ishlab chiqarish to'xtalgani uchun. 35 ming halol yurgan, to'g'ri. 4 ming yurgan ham bor. Narxi qanchaga berasizmi oxiri aka? 12800 dan ozmoz o'tib. 12800 dollardan do'stlar ozgina beradi. Amerikankalari ham bor. Amerikankasi qaysida bor? Mashina bormi? Mana Amerikanka olib turdilar o'rtoq. Akalar mana, ko'ringlar. Aka, buni ma'lumoti qanaqa? 2021. Aha. Xo'p, buni 11200 dan tushib beramiz. Kraskasi. Toza. Yurgani. 160 ming. 160 ming yurgan 2021. Lukli variantlaridan avtomat. Buni ham tonirovkaga ruxsatlari bor. Buni mashina sal yopishtirib gapiring, olib ketishadi aka. 11 mingga beramiz. 11 ming dollarga o'rtalab olib ketinglar mana. Kraska toza. Toza. Gap yo'q. Mana o'rtoqlar. Gaz pas hamma yo'g'i bor. Bu ham gazlari bor hammasini. Qaysi generalga chiqmaydi yoki qaysi chiqadi? Hammasi chiqadi bizga. Hammasi generalga chiqadi. Banka yo'qmi? Bilaman. O'zim ham chiqarmayman. Buni qanaqa bunaqasi? Bunimizni ham yili 2023. Aha. 100 ming yurgan, toza, Optra Amerikankalari, tayinlovka ruxsatnomalari, balon, gazlari bor. Siz qayerdansiz aka? Marg'ilondan. Marg'ilondansiz. Faqat halol nasiya savdoga yetmay qolgani uchun akaxonlar uchun biror oy turib beramiz xolos. Turib beramiz. Gap yo'q. Do'stlar, ukamizni mana endi hamma xohish o'zida, akamiz aytish bo'yicha bankka so'rashayotmasin deyapti. Bankka berilmaydi, faqat halol nasiya savdoga biror oylarga beraveraman, men yetmay qolganiga deyapti. Barterlar qaysi mashinaga bor aka? Hamma mashinaga bor. Hamma mashinaga barter bor. Gap yo'q.
Do'stlar, mana akamizdan mashinani uchala jentrani chiqarishdi, narxini kelishtirib beradi. Nomerini qoldiramiz. Qolgan ma'lumotni olaveradi aka. Nomerni ayting. 93lik 484 2004. Shu Telegram nomeringizni? Bor. Rossiyada obunachilarim bor-da, menga ishonishib, shu lampaga shuni solib turib olib borib berishadi. Masalan, o'zim ham olib beryapman. Borib aka turib bering, endi xizmatingizni beraman deyapti. O'shanga borib generallar, xullas hamma yo'q bo'ladi. Bo'ladi. Gap yo'q.